Qo'linglarni ochib bitta duo qilib qo'yinglar. Eng kamida mana shunaqa xonadonda ota-onamiz bilan birgalikda yashashlikni nasib qilsin. Qaranglar, qanaqa chiroyli uy obzorini qilgan ekanmiz. Umumiy 930 ming dollarga 900 kvadratli 4 ta etajli Mirzo Ulug'bek tumani Center Lunacharskida joylashgan uyimizdan obzorini olamiz. Undan tashqari qaranglar, bu yerda garajning zonasini qilib qo'yishgan ekan. Katigina bemalol 4 ta 5 ta mashinalar sig'adi. Inar yo'da zeleniy zonasi ham joylashyapti. Bu uyimizni bor, menga tepasidagi terrasa qismi ham yo'qdi. Вообще 4 qavatli, xonalarni ham soni katta mebel texnikalar bilan sotilyapti. Undan tashqarida o'zining yozgi kuxnyalari ham joylashyapti. Xullas, mana shunaqa uyda kim bilan yashashni niyat qilsangiz, o'sha odamga videoni jo'natib qo'yinglar, hozirgi uy ichkarisini ham ko'rsatib o'taman. Allohdan so'ra. Mustor bo'lib so'ra, tinimsiz so'ra, doim so'ra, kecha kunduz so'ra, tilingga siqqanicha so'ra. Bilgan eng katta raqaming necha? O'sha raqamni o'shuncha raqamga ko'paytirib shuni so'ra. Birodar, Allohning arqonidan boshqa hamma arqonlar uziladi. Allohning eshigidan boshqa hamma eshiklar yopiladi. Alloh azza va jalla yaqin bo'lgan zot. Duolarni eshitadi, ularni ijobat qiladi. Robbimiz mana shunday zot.